Ya'ni fura haydaydigan boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqqan bo'larmi deysiz? Yo'q. Normal yashashmaydi ular. Ularning umri ko'proq. Furada o'tib ketadi, keyin yo'lmasdan yuradi. Boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqarmidingiz? Yo'q. Nimaga? Keyinchalik nimaga botib Furachi boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqarmidingiz? Yo'q, turmushga chiqmadim. Juma kuni biz uchun birodarlar bayram kuni. Biz uchun bayram. Sayyidul ayyom va hajjul hamma biladi buni. Jumaga kelganki odam bu jumlani biladi. Kunlarning sayyidi, miskinlarning haji. Mana shu kunni birodarlar bayram qilishlik kerak. Shuning uchun uy ichlarida ham uy supurish, uy tozalash, kir yuvish shunga o'xshagan uyda katta ishlarini qilishlik durust emas. Bu kunni bir bayramdek o'tkazishlik kerak bo'ladi. Musulmon kishi ham mana shu kuni uyda o'tirishligi yaxshi bo'ladi. Oilasini huzurida, oila a'zolarining o'rtasida chiroyli amal bo'ladi. Chunki juma kuni qanaqa kun bizga? Bayram kuni, xos kun, dam olish kuni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Yaxshimisizlar, yaxshi dam olyapsizlarmi? Mana hozir starshi trenerimiz yozibdi. Haqiqatdan ham Toshkentda ikkita bola shu imенно suv polisida ham shug'ullanadigan bolalar o'tibdi, vafot etibdi. Shu leginchi bolalarga tushuntiringlar deyapti. Hozir bizga ham Toshkentdan xabar keldi. Hech qand tarqatishyapti ekan. Buni so'rg'ich qand, o'zbekchasiga aytganda. Omasi narkotik ekan. Jon ota-onalar, iltimos ota-onalar, tarqatinglar kimi qanaqa gruppasi bo'lsa. Fakt bilan yozibdi. Mana hozir maytda o'rischa yozilibdi. O'rischani o'qimaydiganlar, men hozir period qilib hali o'qib chiqqanim yo'q. Men yo'q telefon qildi starshi trener. Hozir musobaqaga tayyorlanishyapti. Men endi boraman. Shunga hurmatli ota-onalar, iltimos, hech kimning qo'lidan hech kim hech qanaqa qand olmasin. U bola, bu o'smir bolami, kichkina bolami, 1-sinfmi, 10-sinfmi? Shuni tarqatishga yordam berib boringlar. Imенно Toshkentda suv polisidagi qatnashayotgan bola ham vafot etibdi. Iltimos tarqatishga yordam berib olinglar. Hech kim hech qanaqa qand olmasin. Alisher, siz ko'proq nima ko'rasiz ijtimoiy tarmoqlarda, mana internetda nimalar ko'proq ko'rasiz? Kvadroberlar. Nimasi bilan yoqadi sizga kvadroberlar? Men hozir qarang, sizni shunaqa bilaman, chiroyli yuzingiz bor, lekin yoningizga borgan qo'rqaman. Chunki bo'rilardan hamma qo'rqadi. Ular tishlaydi, g'ajiydi, yeydi. Ular qo'rqmas. Ular hech kimdan qo'rqmaydi. Hech kimdan qo'rqmaydi. Siz ham hech kimdan qo'rqmaslikni xohlaysizmi? Ha. Mana shu niqobni kiysangiz, demak hech kimdan qo'rqmay qolasiz, to'g'rimi?